Olam uzra. Onajonim nima bo'ldi? Idishlarni yuvib oldim. Deb olib, ha, idishni yuvsang, uyda ishlarini qilsang, hamma yo'q palatga bo'lsa, nimaga endi uyda g'alva janjal bo'lish kerak ekan? Hech qanaqasiga haqqi yo'q g'alva bo'lishlikka. Deb olib do'stlarim, bugun sizlarga puli ham mazza. 1050 dan 5-qavat 77 pashti. Ushbu kvartiramiz bugun sotuvda. Farg'onada qo'shiq aytibsiz, titrab qolgan chinorlar aytdi. Farg'onada qo'shiq aytibsiz, titrab qolgan chinorlar aytdi. Marg'ilonlik kumushlar emas, uzun quloq devorlar aytdi. Marg'ilonlik kumushlar emas, uzun quloq devorlar aytdi. Assalomu alaykum do'stlar. Kvadrati 1050lik ushbu 5-qavatdagi domimizda adresi Qirg'iziston shahri Amur Temur ko'chasi, aynan Sardorbek domlamizning masjidining oldidagi yo'lda bo'yidagi ushbu domimizdan bo'ladi. Bu yerlarda endi magazin, maktab, sharoit xullas juda ham zo'r. Kirganimizda chap qo'limizda ham, o'ng qo'limizda ham podezlarimiz bor. Biz mana g'ilani eshigidan kirganimizda o'ng qo'limizdagi podezimizdan chiqamiz. Mashina qo'yadigan stenkalarimiz, yosh bolalar o'ynaydigan detski joylarimiz va oldimizda masjidlarimiz bor. Bismillah, 5-qavatga chiqdik. Do'stlar, qaranglar. Bu kirorishimiz juda ham katta, keng. Qo'limiz 76 yu qancha ham past 77 da, 76 yu 60. Endi kelinglar. Kirganimizda o'ng qo'limizdan boshlaylik. Bismillah, maşalloh. Televizorlarimiz va xonadonimiz shu turishi sotilyapti. Turishi hech narsa olinmaydi ekan. Mana bu yerda yana bitta alohida balkonchamiz. Buni juda ham umumiy proyekt qilishib, bitta bir detski xona qilib qo'yishdi mana. Endi do'stlar, bu xonamizdan chiqdik. Kelinglar, bu kuxnyamizdan boshlaymiz. Kirganimizda bu kuxnyamiz, liftlarimiz ishlaydi ekan. Gaz kelgan, suv, svet, ataplenyalarimiz, xullas hamma sharoit bor. Suvni ko'rdinglar. Mana keyin ham zoqot qilib akamiz mana o'tirib, maza qilib o'tiraverasizlar do'stlar. Mana gazlarimiz kelgan, xaridlarimiz bor, ataplenyamiz bu yerda ham bor va bu yerda ham o'zining kichkinagina bir balkonchasi bor va bu yerda ham xuddi o'sha olib berib qo'ying, Kalelin ko'cha, Amur Temur ko'chasi bo'lyapti. Oldimizda Olima tomoni Pushkin maktabdi. Mana do'stlarim, Pushkin maktab bo'ldi. Darsingga kiray, o'ylab yurolmasdan. Kir darsga deb baqirib do'stlar, oldimizda masjid ana. 1050 dan kami ham bor do'stlar. Yomon to'lashdingizlar uchun. 1050 dan kami bor. Bu ommixonamiz tayyor ekan. Bu hojatxonamiz. Mana bu, ya'ni salon zulimiz bo'lyapti, dushovoy, xullas hamma sharoitlari bor. Endi buni oldida yana bitta spalniyimiz joylashgan. Mana Qirg'iziston shahri Amur Temur ko'chasi 77-dom bo'lyapti, 5-etaj. 76 yu 61 kvadrat. Pashti 77 ekan. Do'stlar, puli 1050 dan kami bor. 5-qavat. Etaji ham zo'r. Dokumentlarni o'zingizlar kelinglar, bir qilib tekshirtirib, hamma yo'q zo'r bo'lsa olinglar do'stlarim. Nomerlarimizni yozinglar. 0551 bilan 51 86 68. Qaytaraman. 0551 bilan 51 86 68.